alhamdulillah hozir shunaqa holatki, mana shu masjidimizda 3 ta insonning qalbiga xursandchilik olib kiramiz. O'zlari kutilmagan holatda Allohdan sovg'a bo'ladi. Nimaligini video davomida kuzatishda davom etinglar. Alhamdulillah 3 ta insonga umra sertifikati inshaalloh. Xo'sh, bugun xabaringiz bor, yurtimizda juda chiroyli islohotlar bo'lyapti. Muhtaram davlatimiz rahbari tomonidan vaqf xayriya jamoat fondiga e'tibor berilyapti. Katta mablag'lar ajratilyapti. Demak, bugun keng yo'l ochildi ana shunday ibodatlarga. Shuning bugun vaqf rahnamoligida, homiylar ko'magida sizga ham bir xush xabarimiz bor. Sizni mana shu muborak umra safariga bir loyiq ko'rishib, mana shu sertifikatini hozir topshirmoqchimiz. Endi tayyor bo'lasiz, Xudo xolasa inshaalloh. Bu Xudoy taolani chaqirgani, Allohning bir mukofoti go'zal. Bu tanlab olgan bandalarigagina Alloh chaqiradi o'zining baytiga. Shuning uchun sizga mana shu davlatimiz rahbarining haqqiga, muftiy hazratlarining haqlariga duo qiling. Vaqf xayriya jamoat fondining rahbariyatiga va homiylarning haqlariga bir duo qilib borib kelasiz safarga. Biz mana shuni sizga, mana shuni ko'pchilikni guvohligida mana shuni sizga topshiramiz, Xudo xolasa. Rozi bo'lasiz. Muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin inshaalloh, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelayotgan oyning 4-chisida ekan, ungacha tayyor bo'lib qolasiz, Xudo xolasa. Sizga mana shu safarni muborak qilsin Alloh. 3 kundan beri Alloh degan yozuv ko'rgandim. Bejizga emas ekanda. Kecha opalarim yo'qotganmish. Nima chaqiradi qilyapti bani. Tinchlik bo'lsin, mayli. 3 kundan beri bor. Kimni kiyimida ko'rsatmoqchi yozuv ko'ryapsiz. Alloh taolo sizga muborak qilsin safaringizni. Alloh qabul aylasin. Inshaalloh muborak safar davomida qilgan ibodatlaringizni, ziyoratlaringizni, duolaringizni qabul aylasin. Inshaalloh umrasiga Alloh chaqiribdi, katta muborak haj safariga ham chaqirsin ilohim. Taningiz sog' bo'lsin, yuzingiz yorug' bo'lsin. Sog' salomat borib kelib, bizani ham hammamizni haqimizga duo qilib kelishlikni Alloh taolo qodiriga nasib aylasin. Ha, shunday. Shundaymi? Shuga ham bormi? Muborak bo'lsin.